Salom, 18-iyun. O'rtoqlar, sizga savol. Qonun qo'ydi, tartib qo'ydi, bormi? Umuman bu dunyoda, hayotda hamma masala bo'yicha. Meni javobim yo'q. Hamma qonun qoidani orqasida nega deb 1 marta, 10 marta, 100 marta so'rang, oxirida qo'rquv degan so'z kelib chiqadi. Bu dunyoni qo'rquv boshqaradi. Ya'ni uni zamirda hayot uchun kurash, tirik qolish uchun instinkt выживания deydi. Ana shu orqali qo'rquv paydo bo'ladi va qo'rquv bizani boshqaradi va mana bu sivilizatsiya, rivojlanish hammasi qo'rquvni orqasidan kelib chiqqan. Hamma ishni, natijani, amalni, qonun qo'ydi farqi yo'q. Xohlaganingizni oling, oxirida nega deb aytsangiz, qo'rquv degan javob kelib chiqadi. Bir o'ylab ko'ring shuni. Qo'rquvdan qo'rqish kerak emas. Qo'rquvni boshqarish kerak. Kim boshqara olsa, o'sha o'zini hayotiga egalik qiladi. Bir o'ylab ko'ring, kuningiz xayrli o'tsin.